Abduqodir Hikmatovich Husanov 2004-yilda 4 yilda bir marta keladigan 29-fevral sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Unda u 20 yoshda emas, 6 yoshda hisoblanadi. Albatta hazil. U hozirda ham Bunyodkor akademiyasida murabbiylik qilayotgan Hikmat Hoshimovning o'g'li hisoblanadi. Hozirda Fransiyaning Lens klubida markaziy himoyachi sifatida o'ynaydi. Futbolni 5 yoshimda boshlaganman. Toshkuch nomli jamoada faoliyatim boshlangan va 1 yildan so'ng Bunyodkor akademiyasiga qabul qilishgan. Dadam menga ko'p marotaba barcha narsaga o'zing erish, mendan foydalanma deb uqtiradilar. Energetik Bugudagi birinchi maoshimni olib, oilam uchun sovg'a jo'natganman, deydi Abduqodir. O'zbekiston U17 jamoasi bilan jahon chempionatida ishtirok etgan va o'sha vaqtning o'zidayoq Yevropa jamoalarining nigohiga tushgan. Husanov Fransiya chempionatida to'p surgan yagona o'zbek futbolchisi hisoblanadi. Unga hozirda Real Madrid, Manchester City, Atletico, Tottenham, Newcastle, xullas sanasak juda ko'p shunday jamoalar qiziqish bildirmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Abduqodir futbolda Sergio Ramos, Paulo Maldini darajasiga chiqa oladigan himoyachi bo'la oladimi? Izohlarda yozib qoldiring.